Assalomu alaykum. Hurmatli tomoshabinlar va qadrli kanalimiz obunachilari. Bugun juda muhim, hayotiy zarur bo'lgan bir mavzu haqida gaplashamiz. Agar siz 62 yoshdan oshgan bo'lsangiz yoki sizning ota-onangiz, bobo buyingiz bu yoshda bo'lsa, unda hozir aytadigan har bir so'zimni diqqat bilan tinglang. Bu ma'lumot sizning kundalik hayotingizga, pensiyangizga, bank xizmatlariga, hatto oddiy poliklinikaga borish kabi oddiy jarayonlaringizga ham bevosita ta'sir qilishi mumkin. Bu juda jiddiy masala va har biringizni xavotirga solmasligi uchun men bugun barcha savollarga javob berishga harakat qilaman. Shuning uchun vaqtni behuda sarflamaylik. Hoziroq videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Chunki siz bu yerda har doim eng dolzarb va ishonchli ma'lumotlarni topasiz. Muammoning mohiyati. Ilgari va hozirgi holat keling, avval vaziyatni tushunib olaylik. Ilgari, ya'ni so'nggi bir necha yil oldin bizning mamlakatimizda fuqarolarning pasportlari bor edi. Ular odatda yashil rangli edi va uzoq muddatga. Ba'zan esa umrbod berilardi. Ayniqsa yoshi ulug' insonlar uchun pasportni tez-tez almashtirish zarurati deyarli bo'lmas edi. Pasportning amal qilish muddati bor edi, albatta, lekin ko'pchilik uchun bu shunchaki qog'ozdagi sana bo'lib, hayotlariga bevosita ta'sir qilmasdi. Agar pasportingiz butun bo'lsa, hech qanday muammosiz undan foydalanaverardingiz. Ammo texnologiyalar rivojlanmoqda, davlat xizmatlari raqamlashmoqda, dunyo o'zgarmoqda. Shu sababli bir necha yildan beri mamlakatimizda biometrik pasportlarga o'tish jarayoni boshlandi. Biometrik pasportlar, bilasizki, burgund rangli, unda egasining barmoq izlari va yuz haqidagi ma'lumotlar chipga joylashtirilgan bo'ladi. Bu pasportlar xavfsizlikni oshiradi, qalbaki hujjatlarning oldini oladi va davlat idoralari uchun fuqaroni aniqlash jarayonini sezilarli darajada soddalashtiradi. Ana endi gapning eng muhim joyiga keldik. So'nggi paytlarda 12 yoshdan oshgan fuqarolarimiz uchun pasportlar bilan bog'liq yangi qoidalar joriy etildi. Aslida bu yangilik emas, balki oldin belgilangan rejalarning oxirgi bosqichi hisoblanadi. Asosiy o'zgarish shundaki, eski namunadagi yashil rangli biometrik bo'lmagan pasportlarning amal qilish muddati yakuniga yetganligi yoki yaqin orada tugashi munosabati bilan bu pasportlar ma'lum bir sanadan keyin qonuniy kuchini butunlay yo'qotadi. Bu shuni anglatadiki, agar sizning pasportingiz eski namunada bo'lsa va ma'lum bir muddatdan keyin uning muddati o'tgan bo'lsa, u bilan hech qanday davlat xizmatidan, bank operatsiyalaridan foydalana olmaysiz. Hatto pensiyangizni olishda ham muammolarga duch kelishingiz mumkin. Ba'zi holatlarda ID kartaga o'tish jarayoni ham shu bilan bog'liq. Bu nima degani? Keling, batafsilroq ko'rib chiqaylik. Asosiy qo'yisim ik. Nimalarni bilishingiz kerak? Kim avotir olmoqi lozim, kimga esa kerak emas. Avvalo shuni bilishingiz kerakki, bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida fuqaroning shaxsini tasdiqlovchi yagona hujjat bu yangi namunadagi biometrik pasport yoki 2020-yildan boshlab joriy etilgan shaxsiy identifikatsiya kartasi, ya'ni ID karta hisoblanadi. Eski namunadagi pasportlar faqatgina ma'lum bir muddatgacha amal qiladi. Hozirgi kunda bu muddat uzaytirilib 2024 yil 30 dekabrga qadar deb belgilangan. Ya'ni agar sizning qo'lingizda eski yashil pasport bo'lsa, u 2024 yil 30 dekabrgacha amal qiladi. Undan keyin esa o'z kuchini butunlay yo'qotadi. Bu ayniqsa 62 yoshdan oshgan fuqarolarimiz uchun juda dolzarb. Kim xavotir olmoqi lozim? Birinchi navbatda qo'lida hali ham eski namunadagi yashil rangli biometrik bo'lmagan pasport tutgan har bir fuqaro yoshidan qat'iy nazar xavotir olmoqi lozim. Agar siz 62 yoshdan oshgan bo'lsangiz va pasportingiz xuddi shunday eski namunada bo'lsa, siz zudlik bilan harakat qilishingiz kerak. Nima uchun? Birinchidan, pensiyani olishda. Ko'plab banklar va pensiya fondlari endilikda faqat biometrik pasport yoki ID karta asosida xizmat ko'rsatishga o'tmoqda. Tasavvur qiling, siz har oy pensiya olish uchun bankka borasiz, lekin sizning eski pasportingizni qabul qilishmaydi. Bu sizning pensiyangizni olishda katta muammolar tug'dirishi mumkin. Hatto uni olishdan vaqtincha mahrum etishi ehtimoli bor. Ikkinchidan, bank operatsiyalarida pul o'tkazmalari, depozit ochish yoki yopish, kredit olish, umuman olganda har qanday moliyaviy operatsiya uchun sizdan yangi namunadagi shaxsni tasdiqlovchi hujjat talab qilinadi. Uchinchidan, tibbiy xizmatlarda poliklinikaga ro'yxatdan o'tish, shifoxonaga yotish, dori-darmonlarni imtiyozli sotib olish kabi jarayonlarda ham sizning pasportingizni yangilangan bo'lishi talab etilishi mumkin. Raqamlashtirish jarayoni shunga olib keladi. To'rtinchidan, davlat xizmatlaridan foydalanishda.
Misol uchun turli xil ma'lumotnomalar olish, mulkni rasmiylashtirish, kommunal xizmatlar bo'yicha operatsiyalarni bajarishda ham sizdan zamonaviy pasport yoki ID karta talab qilinadi. Keling, konkret misollar ko'rib chiqaylik. Misol bir Oybobo va uning eski pasporti. 7 yoshli Oybobo Samarqand viloyatining qishlog'ida yashaydi. Uning yashil rangli pasporti bor. Uni 1909 yilda olgan. Pasport eski bo'lsa-da, u yirtilgan emas, surati ham aniq. Oybobo har oy pensiyasini bank orqali oladi. Lekin yaqinda uning pensiya kartasining muddati tugadi. U yangi karta olish uchun bankka murojaat qilganda, bank xodimi uning pasportini qabul qilmadi va yangi biometrik pasport yoki ID karta olishni talab qildi. Oybobo bu xabardan juda xavotirga tushdi. Chunki u umri davomida pasportini bir marta ham almashtirmagan edi. Endi u navbat kutib yangi pasport olish uchun tuman markaziga borishi, hujjatlar yig'ishi kerak. Bu esa uning uchun jiddiy ovoragarchilik va stressga sabab bo'ldi. Agar u bu ishni 2024 yil 30 dekabrgacha bajarmasa, pensiyasini olishda doimiy muammolarga duch kelishi mumkin. Bu yerda Oybobo o'zi oylik pensiyasidan vaqtincha mahrum bo'lish xavfi ostida qoladi. Uning 800 ming so'mlik pensiyasi uning yagona daromad manbai bo'lib, bu muammo uning kundalik hayotiga juda yomon ta'sir qiladi. Misol 2. Akmal bobo va uning zamonaviy pasporti. 15 yoshli Akmal bobo Toshkent shahrida yashaydi. U bir necha yil oldin, ya'ni 2020 yilda o'zining eski pasportini biometrik pasportga almashtirgan edi. Uning pasporti burgund rangli. Unda barcha ma'lumotlar elektron tarzda saqlangan. Akmal bobo hech qanday xavotirga tushmadi, chunki uning pasporti yangi qoidalarga to'liq mos keladi. U bemalol bankka borib moliya operatsiyalarini bajaradi. Davlat xizmatlaridan foydalanadi va o'zining pensiyasini hech qanday muammosiz oladi. Bu Akmal boboning uzoqni ko'ra bilganligi va o'z vaqtida hujjatlarni tartibga solib qo'yganligi tufayli yuzaga kelgan qulaylikdir. Misol 3. Zulfiya buvi kutilmagan talab. 18 yoshli Zulfiya buvi Farg'ona vodiysida yashaydi. Uning ham eski namunadagi yashil pasporti bor edi. Zulfiya buvi shahardan uzoqroqda yashagani uchun shaxsini tasdiqlovchi hujjatga ehtiyoji deyarli bo'lmas edi. Pensiyasini pochta orqali olardi. Bankka bormasdi, uydan chiqmasdi. Shu sababli u pasportni almashtirish haqida umuman o'ylamasdi. Lekin bir kuni uning jiyani to'yga taklif qildi va u shaharga borish kerak bo'ldi. Uzoq yo'lga chipta olish uchun eski pasportini ko'rsatganida kassir bu pasportning yaroqsiz bo'lib qolish xavfi borligini va sayohat paytida muammolar yuzaga kelishi mumkinligini tushuntirdi. Bu xavotirga tushib, darhol yaqin atrofdagi davlat xizmatlari markaziga murojaat qilishga majbur bo'ldi. Mana shu yerda uning uchun kutilmagan ovoragarchilik boshlandi. Uning uchun bu xarajat va vaqt talab qilgan jarayon bo'ldi. Misol 4. Xorijga sayohat qilmoqchi bo'lgan er-xotin 62 yoshli Nodir aka va 63 yoshli Saodat opa birgalikda umra safariga borishni rejalashtirishdi. Ikkalasi ham eski yashil pasportlarga ega edilar. Sayohat agentligiga murojaat qilishganida ulardan faqatgina yangi biometrik pasportlar qabul qilinishi aytildi. Chunki eski pasportlar xorijga chiqish uchun umuman yaroqsiz. Bunday pasport bilan xorijga chiqa olmaysiz. Xalqaro qoidalarga ko'ra faqat biometrik pasportlargina tan olinadi. Natijada ular sayohat rejalarini o'zgartirib, avval pasportlarni almashtirishga majbur bo'lishdi. Bu esa ularning safar muddatini keyinga surdi va qo'shimcha xarajatlarga olib keldi. Agar ular bu o'zgarishlarni bilib, oldindan pasportlarni almashtirganlarida bu qiyinchiliklarga duch kelmasdilar. Bu misollar sizga vaziyatning naqadar jiddiyligini tushuntirish uchun xizmat qildi deb umid qilaman. Aslida yangi qoidalar fuqarolarga qulaylik yaratish, ularni zamonaviy davlat xizmatlari tizimiga integratsiya qilish maqsadida joriy etilgan. Bu tizim yanada shaffoflikni ta'minlaydi va firibgarlikning oldini oladi. Kimga esa xavotir olish shart emas. Agar sizning qo'lingizda yangi namunadagi biometrik pasport, burgund rangli yoki ID karta mavjud bo'lsa va uning amal qilish muddati tugamagan bo'lsa, sizga hozircha hech qanday xavotir olishga hojat yo'q. Sizning hujjatlaringiz zamonaviy talablarga to'liq javob beradi. Lekin shuni unutmangki, biometrik pasportlarning ham amal qilish muddati bor. Odatda 10 yil shuning uchun. Pasportingizning amal qilish muddatini muntazam ravishda tekshirib turishni unutmang. ID kartalar esa 10 yilga beriladi. Agar siz pasportingizni bir necha yil oldin olgan bo'lsangiz, demak siz xotirjam bo'lishingiz mumkin. Ammo sanaga diqqat qiling. Asosiy qism 2 istisnolar, tuzoqlar va aniq bo'lmagan nuanslar
har qanday qoidaning o'z istisnolari, o'ziga xos shartlari bo'ladi. Bu holatda ham shunday. Keling, bu muhim nuqtalarni batafsil ko'rib chiqamiz. Istisnolar bin. Kasalligi tufayli uydan chiqa olmaydiganlar. Agar fuqaro yoshi va kasalligi tufayli davlat xizmatlari markaziga yoki migratsiya bo'limiga bora olmasa, uning yaqinlari tegishli tibbiy ma'lumotnomani taqdim etgan holda murojaat qilishlari mumkin. Bunday hollarda migratsiya bo'limi xodimlari fuqaroning yashash joyiga borib, pasport yoki ID karta rasmiylashtirish jarayonini amalga oshiradilar. Bu juda muhim qulaylik bo'lib, ahvolga tushgan insonlarni og'ir vaziyatdan qutqaradi. Lekin bu xizmatdan foydalanish uchun albatta tibbiy xulosa zarur bo'ladi. Ya'ni tibbiy muassasadan berilgan bemorning holati haqidagi ma'lumotnoma asosida uyga chaqirish mumkin. 2. Chet elda bo'lgan fuqarolar. Agar 62 yoshdan oshgan fuqaro chet elda bo'lsa va uning eski pasportining muddati 2024 yil 30 dekabrga qadar tugasa, u albatta konsullikka murojaat qilishi kerak. Chet eldagi konsulliklar yangi biometrik pasportlarni rasmiylashtirishda yordam beradi. Bunday holatlarda konsullik xizmatlari orqali pasport almashtirish jarayoni bir oz ko'proq vaqt talab qilishi mumkin. Shuning uchun oldindan harakat qilish juda muhim. Tuzoqlar va aniq bo'lmagan nuanslar, bir muddati o'tgan pasport bilan sayohat qilish. Yuqorida aytib o'tganimizdek, 2024 yil 30 dekabrdan keyin eski namunadagi pasportlar yaroqsiz hisoblanadi. Agar siz bu muddatdan keyin eski pasportingiz bilan sayohat qilishga harakat qilsangiz, nafaqat mamlakat ichida chipta olishda, balki hududlararo harakatlanishda ham jiddiy muammolarga duch kelasiz. Militsiya xodimlari tomonidan ushlanib qolishingiz va jarima to'lashingiz mumkin. Bu nafaqat noqulaylik, balki qonuniy javobgarlik ham hisoblanadi. Firibgarlar. Har doim shunday holatlar bo'ladiki, qonundagi o'zgarishlardan foydalanib, g'arazli niyatli shaxslar fuqarolarni chalg'itishga urinishadi. Pasportingizni tezda almashtirib beraman, faqat qo'shimcha pul to'lang kabi takliflarga aslo ishonmang. Pasport almashtirish jarayoni faqat davlat xizmatlari markazlari yoki migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limlari OVIR orqali amalga oshiriladi. Hech qanday shaxsiy yordamchi yoki vositachilarga ishonmang. Rasmiy to'lovlar davlat boji belgilangan bo'lib, undan ortiqcha mablag' talab qilinishi noqonuniydir. Uch ID karta va pasport o'rtasidagi farq. Ko'pchilik menga ID karta berishadimi yoki pasport deb so'raydi. Bilishingiz kerakki, O'zbekistonda biometrik pasport fuqaroning shaxsini tasdiqlovchi asosiy hujjat hisoblanadi va u ham ichki, ham tashqi xorijga chiqish maqsadlarida ishlatiladi. ID karta esa shaxsni tasdiqlovchi yangi turdagi hujjat bo'lib, asosan mamlakat ichida shaxsni tasdiqlash uchun mo'ljallangan. U pasportning o'rnini bosuvchi hujjat bo'lib, ko'plab davlat xizmatlaridan foydalanish uchun yetarli. Agar siz xorijga chiqishni rejalashtirmayotgan bo'lsangiz, ID karta olishingiz mumkin. Lekin agar siz xorijga chiqishni rejalashtirsangiz, sizga biometrik pasport, xalqaro pasport kerak bo'ladi. Yangi qoidalar bo'yicha 2024 yil oxirigacha fuqarolarga ID karta olish tavsiya etiladi. Pasport esa xorijga chiqishni rejalashtirganlar uchun alohida hujjat sifatida qoladi. Ya'ni siz hozirda mavjud eski pasportingizni ID kartaga almashtirishingiz mumkin. Shundan so'ng sizga ichki maqsadlarda shu ID karta xizmat qiladi. Agar keyinchalik xorijga chiqish zarurati tug'ilsa, siz xalqaro pasportni alohida rasmiylashtirasiz. 4. Muddatni uzaytirish haqidagi mish-mishlar. Ba'zan ijtimoiy tarmoqlarda yoki oddiy suhbatlarda eski pasportlarning amal qilish muddati yana uzaytirilishi haqida mish-mishlar tarqalishi mumkin. Hozircha bunday rasmiy ma'lumot yo'q. Oxirgi rasmiy muddat 2024 yil 30 dekabr etib belgilangan. Shuning uchun rasmiy manbalardan kelgan ma'lumotlarga tayaning va o'z vaqtida harakat qiling. Kechiktirish faqat sizga muammo tug'dirishi mumkin. Praktik maslahat: nimalarni qilishingiz kerak? Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Konkret qadamlar. Siz nima qilishingiz kerak? Qayerga borish kerak? Qanday hujjatlar yig'ish kerak? Mirqadam, pasportingizni tekshiring. Birinchi navbatda hozirgi pasportingizni qo'lingizga oling. U qanday namunada? Agar u yashil rangli, sahifalarda laminatsiya bo'lmagan eski namunadagi pasport bo'lsa, siz zudlik bilan harakat qilishingiz kerak. Uning amal qilish muddati 2024 yil 30 dekabrda tugaydi. Agar u burgund rangli, plastik laminatsiyalangan sahifali va chip joylashgan biometrik pasport bo'lsa, uning amal qilish muddatini tekshiring. Agar muddati tugamagan bo'lsa, hozircha xavotirga hojat yo'q. Agar sizda allaqachon ID karta bo'lsa,
Sizga hech qanday harakat qilish shart emas. Sizning hujjatlaringiz zamonaviy talablarga javob beradi. 2 qadam. Zarur hujjatlarni to'plang. Agar sizda eski namunadagi pasport bo'lsa va uni ID kartaga yoki yangi biometrik pasportga almashtirmoqchi bo'lsangiz, quyidagi hujjatlar sizga kerak bo'ladi. Eski namunadagi pasportingiz asli. Tug'ilish haqidagi guvohnoma asli. Agar turmush qurgan bo'lsangiz, nikoh qayd etilganligi haqidagi guvohnoma asli. Agar nikoh bekor qilingan bo'lsa, ajrashish haqidagi guvohnoma. Agar beva bo'lsangiz, turmush o'rtog'ingizning vafoti haqidagi guvohnoma. Erkaklar uchun harbiy guvohnoma asli. Davlat boji to'langanligi haqidagi kvitansiya. 2024 yilda ID karta uchun davlat boji BHMning taban 9%, ya'ni 300 million so'mdan sal ko'proq. Biometrik pasport, xalqaro pasport uchun esa BHMning 120% miqdorida, ya'ni 500 ming so'mdan sal ko'proq. Eslatib o'taman, bu summalarda o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun murojaat qilishdan oldin aniqlashtiring. Davlat boji to'lovi har qanday bankda yoki davlat xizmatlari markazida terminal orqali amalga oshirilishi mumkin. Agar siz kasalligingiz tufayli uyda bo'lsangiz va xodimlar uyga chaqirilsa, bu xizmat uchun qo'shimcha to'lovlar undirilishi mumkin. 3 qadam qayerga murojaat qilish kerak? Siz pasport yoki ID kartani rasmiylashtirish uchun quyidagi idoralarga murojaat qilishingiz mumkin. Davlat xizmatlari markazlari DXM bu eng qulay variant hisoblanadi. Siz o'zingizning yashash joyingizdagi istalgan davlat xizmatlari markaziga murojaat qilishingiz mumkin. Bu yerda sizga navbat olishda hujjatlarni to'ldirishda yordam beriladi. Ko'pchilik pensiya yoshidagi fuqarolar uchun bu eng maqbul yechim. Ichki ishlar vazirligining migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limlari OVIR. Bu bo'limlar ham pasport rasmiylashtirish bilan shug'ullanadi. Lekin davlat xizmatlari markazlari odatda qulayroq sharoitlarni taklif qiladi. 4 qadam murojaat qilish jarayoni. Davlat xizmatlari markaziga kelganingizda navbat oling. Odatda keksa yoshdagi fuqarolar uchun alohida navbatlar yoki ustunliklar bo'ladi. Operatorga murojaat maqsadini tushuntiring. Eski namunadagi pasportni ID kartaga yoki biometrik pasportga almashtirish. Kerakli anketalarni to'ldirishda yordam so'rang. Ular sizga to'ldirishda yordam beradi. Barmoq izlari skanerlanadi va raqamli fotosurat olinadi. Bu jarayon bir necha daqiqa vaqt oladi. Hujjatlaringizni topshirganingizdan so'ng sizga hujjatning tayyor bo'lish sanasi ko'rsatilgan ma'lumotnoma beriladi. Odatda ID karta yoki pasport 10 ish kunidan keyin tayyor bo'ladi. Agar siz uni tezlashtirilgan tartibda olmoqchi bo'lsangiz, masalan, bir ish kuni ichida qo'shimcha to'lovlar mavjud. 5 qadam yangi hujjatni olish. Belgilangan muddatda siz yana davlat xizmatlari markaziga murojaat qilib, yangi ID kartangizni yoki biometrik pasportingizni qabul qilib olasiz. Yangi hujjatni olgandan so'ng uning barcha ma'lumotlari to'g'riligini diqqat bilan tekshiring. Qo'shimcha maslahatlar murojaat qilishdan oldin. Telefon orqali davlat xizmatlari markaziga qo'ng'iroq qilib, kerakli hujjatlar ro'yxatini yana bir bor aniqlashtirib olishingiz mumkin. Ba'zi joylarda qo'shimcha hujjatlar talab qilinishi mumkin. Kunning birinchi yarmida murojaat qilish tavsiya etiladi. Chunki bu vaqtda odatda navbatlar kamroq bo'ladi. Agar o'zingiz bora olmasangiz, yaqinlaringizdan yordam so'rashdan tortinmang. Ularni bu jarayon haqida xabardor qiling va ular sizga yordam berishlari mumkin. Hech qanday holatda eski pasportingizni yo'qotmang yoki buzib qo'ymang. U yangi hujjat olishda asosiy hujjat hisoblanadi. Bu yangi qoidalar sizni xavotirga solmasligi kerak. Aksincha, bu davlat tomonidan yaratilgan sharoitlardan unumli foydalanib, o'z hujjatlaringizni tartibga solish va kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarning oldini olish uchun ajoyib imkoniyatdir. Unutmangki, zamonaviy hujjatlar sizga davlat xizmatlaridan yanada qulay va tezkor foydalanish imkonini beradi. Xulosa va yakuniy chaqiriq aziz do'stlar. Men bugun sizga 62 yoshdan oshgan fuqarolarimiz uchun pasportlar bilan bog'liq yangi qoidalar haqida batafsil ma'lumot berishga harakat qildim. Tushunishimcha, bu mavzu ko'pchiligingizni qiziqtiradi va xavotirga soladi. Ammo yuqorida aytib o'tilgan qadamlarni bajarsangiz, hech qanday qiyinchilikka duch kelmaysiz. Eng muhimi, bu masalani kechiktirmaslik va 2024 yil 31 dekabrgacha o'z pasportingizni yangilashga ulgurishdir. Bu sizning pensiyangiz, moliyaviy ishlaringiz va kundalik hayotingizdagi boshqa barcha jarayonlar uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega. Umid qilamanki, bu video siz uchun foydali bo'ldi. Agar sizda yana savollar bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring.
Men imkon qadar ularga javob berishga harakat qilaman. Videoni do'stlaringiz va yaqinlaringiz bilan baham ko'rishni unutmang. Chunki bu ma'lumot ko'pchilik uchun juda muhim bo'lishi mumkin. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni ham esdan chiqarmang. Sizning qo'llab-quvvatlashingiz biz uchun juda muhim. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'zingizni asrang.